Assalomu alaykum, Centrum Holders obunachilari. Yaxshi niyatda avgust oyida ota-onam va yaqinlarimni umra ziyoratiga olib borishni niyat qilganman. Narx-navolar, shart-sharoitlari qanday bo'lyapti deganlar uchun hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasi Centrum Holdersda rasmiy litsenziyaga ega ofisiga yetib kelganmiz. Bittadan like bo'lsa, niyat qilganlar niyat qildim deb kommentariyga yozib turasizlar. Hoji akamizdan chiroyli qilib ma'lumotni olamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi. Hoji aka, yaxshimisiz? Yaxshi bo'ldingizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Hoji aka, xudo xolasa, obunachilarimizga chiroyli qilib ma'lumotni berib o'tsak, avgust oyini ham boshlab oldik. Qaysi kunda qayerlardan reyslarimiz bor? Undan tashqari sharoitlari qanday bo'ladi? Chiroyli qilib ma'lumotni berib o'tsangiz. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli Centrum Holidays ashaddiy obunachilarimiz. Inshaalloh bizda avgust oylariga qabullarimiz ochiq. Bemalol quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, ya'ni o'zim bilan bemalol gaplashib, xohlagan sanalaringga, ya'ni Farg'onadanmi, Toshkentdanmi xohlagan sanalaringga o'z joylaringni bron qilsalaring bo'laveradi inshaalloh. Xo'sh, hozirgi kunda qayerlardan qaysi kunda reyslarimiz bor? Xo'p, hozirgi kunda Eldorbek bizda avgust oyiga har haftaning seshanba kunlariga Toshkentdan, haftaning har chorshanba kuniga esa Vodiydan, ya'ni Farg'ona Jidda yo'nalishi orqali reyslarimiz bor. Bu Farg'onadagi reyslarimiz 5, 12, 19 hamda 26 avgust kunlariga Farg'ona Jidda yo'nalishi orqali reyslarimiz bor. Xo'p, Toshkentdan esa 4, 11, 18 hamda 25 avgust kunlariga har haftaning seshanba kunlariga Primo Jidda orqali yo'nalishda uchadigan reyslarimiz bor. Bemalol xudo xolasa quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz, yana ham batafsil ma'lumotlarni yoki musofirdan, viloyatlardan, bizning qo'shni davlatlardan kuzatib turgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz bo'lsa esa bemalol Telegram, WhatsApp, imo orqali aloqaga chiqib o'z joylaringni bron qilsangiz bo'laveradi. Zo'r. Makka va Madinada mehmona masofalari, undan tashqari oziq-ovqatlari qanday bo'lyapti? Xo'p, bizda safarimiz Centrum Holidaysda 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madina Munavvarada, 11 kun Makka Mukarramada. Xudo xolasa Madinadagi gastinisalarimiz oraliq masofalari 100-150 metrda, ya'ni markaziyada joylashgan bo'ladi. Abed uje 2 mahal o'zbek milliy taomlarimiz bor Madinada. Xo'p, Makka Mukarramada esa gastinisalarimiz masofalari 800 metr. Atiga bemalol yosh katta hojida hojonalarimiz piyoda yoki yoshlarimiz ham piyoda borish imkoniyati bor. Qolaversa, avtobus xizmatlarimiz ham bor. Gastinisalarimiz 5 yulduzli, toza, ozoda hamda pokiza xudo xolasa gastinisalarimizni tanlov qilganmiz. Inshaalloh borib kelganlar va xudo xolasa mana atta yurgan mana xudo xolasa hozirgi hoji aka, hojonalarimiz ham mana bemalol kommentariyalarda o'qishlari mumkin. Juda ham iliq fikrlarni bildirishyapti. Albatta Makka Mukarramada 11 kun o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Zo'r. Firma tomonidan nimalar beramiz bonusga? Xo'p, Eldorbek bizni firmamiz tomonidan Centrum Holidaysda mana bunday yostiqchalarni beramiz. Ya'ni avtobusda, samolyotlarda bemalol foydalanib ketishlari uchun bir marta to'lovni ichida bepul tariqasida beramiz. Qolaversa mana shu Centrum Holidaysda kamzillari, xudo xolasa mana bunday bejilari, Makka va Madinani nomerlari tushirilgan bejilar xudo xolasa. Mana bunday so'mkalarimiz ham Centrum Holidays tushirilgan, mana bunday ko'k so'mkalarimizni ham albatta aeroportda vizalarga qo'shib beramiz. Qolaversa bizni Centrum Holidaysdan ketadigan, ya'ni mani obunachilarimga mana bunday ehromlarimizni bepul tariqasida beramiz. Ya'ni xudo xolasa quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsalaring, o'zim bilan bog'lanasizlar. Inshaalloh erkaklarimizga mana bunday toza bozorlarda 250 ming, 300 ming sotilayotgan ehromlarimizni bir marta to'lovlarning ichida men sizlarga bepul tariqasida beraman inshaalloh. Zo'r. Hoji aka, 50 bosh xizmati, undan tashqari shifokor xizmati, aravacha xizmatlari qanday bo'ladi u yerda? Xo'p, Eldorbek bizda 50 boshi xizmatlari har safarda 14 kunlik safarimiz mobaynida aeroportdan boshlab inshaalloh 14 kunlik safar mobaynida ziyoratlarda, ibodatlarda, sayohatlarda birgalikda malakali eng kami 7 yil, 8 yilga ega malakali tajribali 50 boshlar hamrohlik qiladi. Xudo xolasa bu mukammal umra bo'lishligiga, ya'ni yosh katta hoji aka, hojonalarimizni bu mukammal umra bo'lishligiga niyatlarini xolis qilgan holatda ibodatlarning to'liq bo'lishligiga ta'minotini beradi. Albatta malakali 50 boshi juda ham zarur hozir. Inshaalloh. Hozirgi kunda Madina Munavvarda shifokor xizmatlari ayollarga ayollar, erkaklarga erkaklar. Makka Mukarramada ham shifokor xizmatlari ham ayollar ham bor, erkaklarga erkaklarimiz ham bor. Xo'p, yosh katta hojida hojonalarimizga doimiy iste'mol qilib turgan dori-darmonlarini o'zlari bilan olib olishsa, yana ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Zo'r. Hoji aka,
Biz obunachilarimiz, misol uchun Centrum Holdings obunachilari vodiydan, vohalardan, toshkentlardan kuzatyapti turganlar ko'pchilik. Undan tashqari musofirdan ham ko'pchilik kuzatishadi. Albatta. To'lovlarni qanday amalga oshirishlari mumkin? Xo'p, to'lovlarni quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'lanishsa, Telegram, WhatsApp, imo orqali ijtimoiy tarmoqlarimiz 24/7 ishlab turibdi, ya'ni o'zim javob beraman. Inshaalloh bizga Zagram pasportlaringni taqdim qilasizlar va qolaversa o'zlaringga xohlagan to'lov usullarida bizga to'lovlarni amalga oshirib, cheklarini taqdim qilib, o'z joylaringni bron qilsalar ham bo'laveradi. Xohlasalar ham Vodiydan, Farg'onadan, xohlasalar ham Toshkentdan Primmo Jidda yo'nalish orqali, xudo xolasa joylaringni bron qilsalar ham bo'laveradi. Eng asosiy joyi, qiziq joyi narxlari necha pul bo'lyapti? Xo'p, narxlari bizni o'zimiz obunachilarimizga, Centrum Holdingsda ketadigan obunachilarimizga $925 qilib beramiz. Ya'ni vizalaring bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaveringlar. Xohlasalar ham Farg'onadan, xohlasalar ham Toshkentdan, xudo xolasa joylaringni bron qilib beraman. Zo'r. Xo'sh, adashmasak qo'limizdan kelgancha ma'lumotini berib o'tdik. Kimda qanday savollaring bo'ladigan bo'lsa, Hoji akamiz telefon raqamlari ekran pastda bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqib, o'zlaringni qiziqtirgan savollaringga javob olishlaring mumkin. Hoji aka, ma'lumotlar uchun rahmat, charchamang. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tanlovda adashmanglar. Centrum Holdings ham ibodat, ham sayohat, ham ziyorat bo'ladi inshaalloh.